Assalomu mohir pazandalarim. Bugun sizlar bilan mana kievskiy kotlet tayyorlaymiz. Tovuqligi, o'zingiz xohishingizga qarab, yana mol go'shtli qilib ham tayyorlasangiz bo'ladi. Juda ham iftorli bob, yumshoqqina, tez hazm bo'ladigan taom bo'lib tayyorlanadi. Mana biz bu yerga ziravorlarini kerakligicha solib, ularni qo'shib, hammasini aralashtiramiz. Aralashtirib, yaxshilab urib olamiz. Mana tuz, murch, qizil paprikani maydasini mana solib, bu yerda non urvog'i yoki non qo'shishingiz mumkin. Va piyoz, yarimta piyoz bilan yarim kiloga yaqin tovuq filesidan foydalandik. Mana endi ularni yaxshilab aralashtirib urib olamiz va sekin-asta tayyorlashni boshlaymiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni ozgina qo'limizga olib kotlet shakliga keltirib olamiz va orasini ochib yong'oq, ozgina ukrop va bittadan sariyog', xohishga ko'ra yana pishloq solsak ham bo'ladi. Keyin buni yaxshilab qo'limizda aylantirib olib, forma berib olib, kotletga o'xshatib va bitta tuxumni chaqib qo'yamiz va unga bulg'alab olamiz. Bulg'alab olib, baton nonni anaqa kubik shaklida to'g'rab olganimizni yaxshilab yopishtirib olamiz. Tuxum bilan qilganimizda yaxshi yopishadi. Mana ular birinchisi tayyor bo'ldi. Keyin ketma-ketlikda shunaqa qilib tayyorlab olamiz. Mahsulotlarimiz mana tayyor bo'lgandan keyin yog'ga solib, ikki tarafini chiroyli qilib qizartirib olamiz. Mana bunaqa qilib, keyin ularni gaz listiga qo'yib 15-20 daqiqa gaz plitasida pishirib olamiz. Shu bilan yoniga xohishga qarab o'zingiz garnirini tayyorlab, podyevalar bilan chiroyli qilib tortamiz. Yoqimli ishtaha.